Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Hozir bir Instagramda bir cholka bir sassiq bir fohishani videosini ko'rib, prosta jichchagina bir jahlim chiqib, g'ashim keldi. U qizni tanimayman. Xalqdan uyim yonib ketdi deb pulni olib, mashina sotib olib turib, xalqni xuddi izdivasiya qilgandek qilib, yangi mashinam bilan tabriklaylar deb video qilib qo'ygan ekanlar. Janobi Hazrati Haromi fohisholilari. Nima demoqchiman? Xalqqa foydam tekkan 10 minglab insonlarga qanchadan qancha yordam berganman, minnat emas. Qabristonlar qurib, uysizda uyli qilganman, gapirishga haqqim bor deb o'ylayman. 2021-yilda faoliyatimni boshlagan bo'lsam, 2021-yildan beri yordam bergan 10 mingdan ziyod insonlarimni xalq ham biladi, boshqa ham biladi, 50%dan ko'pi mashinistlar bo'lib chiqqan. Qaysidir bloger kimnidir olib chiqib olib, yetimxonaga kirgizib olib, mayus muzika bilan mana paloncha kasal ekan, pistoncha rak bo'lib qopti ekan, pistonchani bunaqa anginasi bor ekan deb odamlarning rahmini keltirib, odamlarning narsasini keltirib, pul yig'ish bilan urf bo'lib qoldi. Instagramda ham, TikTokda ham da misol. Mayli iplagan qaqqini ursin, qaddini ursin, prosta tak xalq ko'zini ochish uchun gapiryapman bu gaplarni. Ya'ni siz ko'rib turibsiz-ku siz. Yordam bering, haqiqiy muhtojligini bilib turib, haqiqiy iymoningiz komil bo'lib, keyin yordam bering. Yordam bering, qo'ni qarindoshingizga yordam bering. Kerak bo'lsa aka-ukangizning ichida ham qiynalgan nechta bittasi bor. Yordam bering, aka-ukangiz sog'mi, boymi, o'ziga to'qmi, ko'changizda, mahallangizda qiynalgan nechta bittasi bor. O'shanga yordam bering. Internetga ko'rsatish uchun, ochko nabarat qilish uchun emas, tepada ko'rib turgan Alloh bilganligi uchun yordam qiling. O'zingizning gunohingizni Allohim afv etganligini bilib turib, afv etishini uchun yordam qiling. Chiqib olib turib bitta og'ziga olayotgan qo'pol qilayotsa bir jalabchani moshullik qilmang. Nechta bittasini qo'ttag'ini yurgan somsachani uylik qilib qo'ymang. U nabarot savob emas, u sizga katta gunoh bo'ladi. Yana izdivasiya qilib chiqadi. Mana sizlarga bitta mashina oldim, meni tabriklab qo'yinglar paloncha yoshda. Ol, qaddingni yur. Xalqdan pul olib, narsa qilib, u yoq qilib, bu yoq tanimayman u blogerlarni. Meni bilan ularga narsam ham yo'q, ular bilan qandaydir bir chatish joyim ham yo'q. Prosta tak sizlar ko'zlaringni ochinglar. Sizlar ko'rib turibsizlar, meni ko'zlaringni ochinglar. Men hayotimda nechta bitta shunaqasini ko'rdim, nechta bitta shunaqa bir mashinistvasini ko'rdim. Hayotda ko'rganligim uchun sizlar ichim kuyib gapiryapman. Paloncha deb ishonmanglar. Alloh saqlasin u narsalardan. Sizlar savob emas, gunoh qilyapsizlar. Sog' bo'linglar.